Assalomu alaykum qamashatlarim. Mana bugun biz dam olishda kelganmiz, o'quvchimiz dadalari bilan birga. Dam olishda ana sizlarga vidni ko'rsa, yaxshi ustalar nasib bo'lsa hammalarni olib kelaman. Dacha 50 kishilik ekan, nasib bo'lsa 100 ta ham sig'diramiz xudo xolasa bu dachaga. Shunaqa gaplar. Ana chiqib aylanishga suvi ham bor ekan. Bu yoqqa futbol o'ynaymiz desalar ham sharoit bor qamashatlarim. Mana manzara. Asbisi yozga chiqamiz, yozgi kurslarga o'qiydiganlar hamma bilan. Ana bu yoqqa futbol o'ynashga sharoitlar bor ekan. Vahsha kayf, короче. Shunaqa gaplar. Mana kichkinalarimiz kelsa agar mana игрушкаlarni disk ploshatkaga o'ynab o'tirsa bo'lar ekan. Mana bitga osh berishyapti. Ichkarida basseynlari ham bor. Mana bu yoqda takoy basseyni ham bor. Nafsi tog'lar ko'rinib qoladi. Mana hammaga yoqimli shahar. Hamma biznesmenlar bilan chiqamiz. Mana oxiri Toshkentga yo'lga chiqdik. Ketyapmiz.